Assalamu alaikum. Aziz, muhterem Şarkı Türkistanlı qarindoshlarım. Hammanglarning Ramazan ayi muborak bo'lsin. Navbatda taqilayotgan, hammamizni o'yga qolmayotgan Xitoy virusi sababidan hammanglarning omon bo'lishini Allohdan tilayman. Hammanglarni Alloh o'z panohida saqlasin. Bugün qarshinglarga chiqib qoldim. Aslida bo'ldi qilsam bo'ladi. Çünkü natiqlarımızın aytdi ko'p hozir kishi beshiga birdan to'g'ri keladigan bo'lib ketdi. Bir zamonlarda Xitoy hukmronligida ba'zi yerlarda birla hukumatning dukkuni bo'libdi. 3 ret turib malalardi. Echib o'tish degan bilan tanglam dukkan shunda olib ketgan xaridordan jiqroq tuyulib ketadigan. Şunun o'xshash bir hal bizning bugungi ommaviy matbuotlarimizda Uyg'ur sarsaniylik jamiyatida, ya'ni diaspora jamiyatida bir kriz holatiga keldi. Yani bu pahalılık krizisi, mahsulotning iste'moldan alqib ketish krizisiga o'xshash pahalılık krizisi yuz berdi bu teşviqat ve nutq so'zlashda. Şunlaşqa bo'ldik yig'in. Buningdan boshqa ilgirimi deb o'tganimdek xalqimizda ayrıvaşlash mexanizmi bo'lmaganligi uchun, ya'ni xalqimizning cho'ng minisida ayrıvaşlash mexanizmi uxlaqliq bo'lganligi uchun bir Xitoyparast chiqib bir nima desam, vay degan bir alqış, yana bir uning ta'tiridan besi chiqsa, uningga ustoz degan bir alqış. Bu shunday ahvollar odamning rayini qaytaradigan, ya'ni yaxshi yomonni ilg'i qiyg'uchiligim bo'lmagan bir xalq hukmini bildirganligi uchun avarum bo'ldi ekan deydigan yakkagan. Yana ba'zi angluvchilar tanqidlari, g'idiqlashlari, talablari, taaddilari qarashda yana ojiz kelib, ancha-muncha ko'rinib qo'yishni to'g'ri topdim. Navbatda mavzumiz yana teşviqat haqida. Men bu teşviqat haqida bir ko'p gap qildim ve ko'p yozdim kitoblarga. Teşviqat bek muhim. Bo'libmi bizninkidek bir xalq uchun bek muhim. Nima uchun? Biz bu xalqni, ya'ni Sharqi Turkiston xalqini agar ideal bir xalq qilib qaytadan shakllantirib chiqmoqchi bo'ladiganmiz, cho'qim teşviqat qilamiz. Biz ideallarimizni, g'oyalarimizni, maqsadlarimizni bu xalqqa to'liq qabul qildiramiz deydiganmiz, teşviqat qilamiz.
Şundaqla bu xalqni mustaqillik yo'lida safarbarlikka keltiramiz desakmi teşviqatga qaytamiz. Teşviqatçılar bek ko'p şu anda. Her kim nutq so'zlaydigan bo'lib ketdi deyotimiz bu. Her kim nutq so'zlayotidi. Ammo teşviqat u halda bo'lsa faqat qaymoq turish, texim bek qarangliq havası yaratish rolini o'ynaydi. Teşviqatning mexanizmi cho'qib yipqa tizilgan marjonga o'xshash bo'lishi lozim. Bir changal tizginsiz marjonga o'xshash emas, bir yipqa o'tkazilgan marjonga o'xshash bo'lishi lozim. Onda olmasa, onda teşviqatning foydasi olmaydi. Ziyni bo'ladi faqat. Onun uchun teşviqat haqida to'xtalyapmiz. Nayt ko'p to'xtaldim dedim. Rastın desek bek köp emas. Çünkü yine şu teşviqatning tekrarlash prinsipi nuqtasida aytganda, hatta so'zlaganlarimni yetarlik deyishkim bo'lmaydi. Çünkü teşviqat deganning o'zi izchil tekrarlikni talab qiladi. Bu nuqtani aytganda bek ko'p so'zildim bu mavzuda deyolmayman. Shu sababdan yana teşviqat haqida bir narsalarni deyishga urinaman. Gapni shu yerdan boshlay. Hammamiz Sharq Turkistonimizning mustaqilligini arzu qilmoqdamiz. Bu arzu tefekkür alemimizde, yani hiyalimizde netçiret amalga oshadi har kuni. Amaliyat bek achchiq, bek dertlik, bek mushkul. Nayt tabii ki bunda zor bir ishning amalga oshish jarayoni bir inqilobdir. Yani yana bir turlik aytsak, bir inqilobni, umumiyuzlik inqilobni shart qiladi. Endi inqilob deganning nimaliga kelsak, Mao Zedong degan ta'rifni demayman bu yerda. Mao Zedong degan inqilob qilish, mehmon chaqirish, kashta tikish, ziyofat berish emas. Inqilob bir sinf, yani bir sinfni og'dirib tashlaydigan zo'ravonlik harakat degan. Ama men onun o tarifini demayman. Özümning tarifi bo'yicha inqilob her zaman oldi bilan ma'naviy safarbarlikdir. Oldi bilan. Ma'naviy safarbarlik jismoniy safarbarlikning sharti. Bu chog'da insonlar talvilashgan bo'ladi. Ma'naviy jihatdan safarbarlikka keltirilgan insonlar telvileşken bulunur. Bu demek cengivarlıktır. Manevi cihetten seferberlikka kelgan insanlar her zaman telvileşken bulunur. Gayesi yolunda, maksudi yolunda, ölümge pisen kılmaydıgan ruhta bulunur. Bunisi cengivarlık dep atılır. İdeal bir Şarkı Türkistan halkı yaratish. Biz kıladigan qurilishning yo'lidir. Biz qilmoqchi bo'lgan ishni, mustaqilligimizni, davlatimizni asliga keltirishni deyli bir qurilish shu. Bu qurilishning yo'li nima? Ideal bir Sharq Turkiston xalqi yaratish. Buni qanday qilishimiz mumkin? Ideviy safarbarlik yoki ideal bir Sharq Turkiston xalqi yaratishning yo'li teşviqatdir. Endi mashhurlarning teşviqat haqidagi aytganlarini naql qilish bilan sharhiylarimni deb o'taman. Mushu naqllar asosida. Malcolm X. Bilisizlar Malcolm X naqchan? Malcolm X Amerikalik 40-yillarda 1940-yillarda yuqori to'lqinga ko'tarilgan zengilarni, Afrikalıklarning islomga qaytish harakatining
başlamçısı ve daisi Malcolm X. Onun İslam'a qaytqandan keyinki ismi Aliya Muhammed. Aliya Muhammed. Şundaq deydi. Eğer hezi bulmuşsanız ahbarat sizning mazlumlarga nefret, zalimlarni suyishingizni keltirib chiqaradi. Buningdagi qudratga qarang buningdagi. Eğer bizga to'g'ridan-to'g'ri bir zolimni suysan desa, bizning albatta achchig'imiz keladi. Lekin teşviqat orqali burumlab insonlarni shuna qilib etkili bo'ladi. Zolimlarni suyish degan so'z tomtaq deyilganda xuddi mumkin emasdek tuyuladi. Hatto jiddiy qarshiligimizni keltirib chiqarishaymi. Ama teşviqat orqali kishilar shundoq yetaklanadiki, har qanday mumkinsiz ko'ringan pallalarga yetkili bo'ladi. Xitoy hukmronligida yuz bergan atalmış madaniyat zo'r inqilobi deb atalgan bir davrni yashagan qarindoshlar aniq biladi, bizga zolimlarning piri bo'lgan mavzudan qanday so'ydirildi. Ta ki bugungacha kallasini adalayolmay, tozlayolmay. Xitoylarning teşviqat zahrini yutib yurgan bir muncha manqurtlar chet ellardami zolim Xitoylarni suydiganligini turli shakllarda ifodalab turmoqda. Aniq jumla bilan biz Xitoyni suyimiz demasimi? Lekin turli o'xshamagan shaklda bu ko'ngilning xohishini ifodalayotmoqda. Teşviqatning yana naql. Teşviqatning ustulik bilan ve izchil yo'l qo'yilishi natijasida insonlarni jannatni jahannam yoki ta'tirischa namrat bir hayotni jannat sifatida ko'radigan qiyqil bo'ladi. Gitler. Bunu biz öz hayat musabımızda baştan geçirgen bir ahval. Yani medeniyet zo'r inqilobi deb atalgan aş telvi devirde shunchalik namratlik ichida yashaydigan bo'lishimizga qaramay, hamma narsa beletlik, aning ustiga normallik. Ücretsiz hech narsa olmaydi. Aşında bo'lishimizga qaramay, o'zimizni jannatda partiyanın rahbarligidagi bu shu faniyning jannatida yashayotganimizda qo'ylaydi. Qutqizib olinganligimizga, ozod qilinganligimizga shaksiz ishonadi. Shoirlarimiz bu jannatni va bu jannatni barpo qilgan kommunist partiyani madilab olmaydi. Naqshchilarimiz naqshlarga ketib olmaydi. Teşviqatning yana naql. Teşviqatning haqiqat izlash vazifasi bo'lmaydi. Bunga diqqat qilinglar qarindoshlar. Teşviqatning haqiqat izlash vazifasi bo'lmaydi. Shundaqla haqiqatni yeyish vazifasi yo'q. Teşviqat ma'lum guruhning idealini yoyidi va bu navbatdagi haqiqatdir. Gitler. Bu cümleye dikkat kılın arkadaşlar. Teşviqatning haqiqat izlaydigan vazifasi bo'lmaydi. Shundaqla yeyish vazifasi bo'lmaydi. Qarindoshlar torlarga qaraydigan bo'lsak, yuzlarcha natiqlarimiz borligini ko'ramiz. Shundaqla yuzlarcha teşviqat mexanizmi borligini ko'ramiz, bayqaymiz. Ommaviy matbuotlarda. Nima uchun bulardan bir unum hosil bo'lmaydi? Hammayla bir-birimizga tashviq qilamiz. Hammayla bir tashviqatchi mushkullarda. Ammo nima uchun buningdan bir unum hosil bo'lmaydi?
Nima uchun xalqni bir idealga keltirolmaymiz? Sebab shuki, tashviqot mexanizmlarining beshi bo'sh. Ya'ni hech qanday yuguni yo'q, chulvuri yo'q. To'sintaydek butun o'tloq bo'ylab qiyg'itisha oldi. Bundaq bir to'sintay taydın at olsun, attın qirg'an bir at olsun. Hatta ölgüçümü tertiplik çepiş maharati güvenmeydi. Herkesme beygigi yaramaydı. Bundaq tertipsiz qiyg'itish hatta zerikishga bezorlik sebep bo'ladi. Nima uchun tashviqot mexanizmlarimizning beshi bo'sh? Oldi bilan ular hech qanday tashkilotga mansub emas. Bu albatta kechirishga bo'ladigan taraf. Biror tashkilotga mansub bo'lish majburiyat emas. Shunda deyishimiz tamamen mümkün. Bu qarindoshlarimiz shunda deb javob berishi mumkin. Ama texmi xatarligi bu odamlar hech qanday iddiagimi ega emas. O'zini kun tartibda tutish, her zaman ko'zga cheliqib turishdan boshqa maqsadim yo'q. Bu shaxsiy shuhratparastlikdan manbalangan harakatdan iborat. Bunda qalaymuqanchilik bilan xalqning tarbiyalanmaydiganligini, ularning e'tirof qilgisi kelmaydi. Deydirlar ki, ular xolismishlar, betarafmishlar, ishtnimi, müşknimi bir sorunda qaynashtirsa, xalq shuningdan yoqtirganini alarmish. Mana bu ulardagi aqliy saponing natijasi. Bilim sapasının yansıması. Psixologiyaga tayangan halda olimlar tarafidan ilib berilgan tadqiqotlarning natijasi bizga nima deydi? Qandaqdir o'ylanadigan, fikr yurgizadigan, selishtirib haqiqat izlaydigan xalq deb birdimi yo'q. Amerikalik bir bilarmanning gapini men ilgari tashviqot haqidagi yoki psixologiyaga ait so'zlarimda naql keltirgandim. Bir Amerikalik mashhurning so'zini. O'zimizni aldamayli. Amerikaliklarni o'xshash, o'ylanadigan, o'ylanib fikr qiladigan xalq deb bir nima yo'q degan. Buni Sharq Turkistonliklar uchun desak, 1000 marta shundoq. Ama bunu da'vatganlar eng taraqqiy qilgan Amerika xalq uchun da'vatmoqda. O'ylanadigan xalq deb bir nima yo'q deb. Xalq degan bu pada 94% yoshirin enida xamallangan uchurlar ta'sirida 6% aql ve mantiqiga tayanib tanlash elib boradi. Xulos chiqaradi, baho beradi deyilmoqda. Undaqken bu nisbat Sharq Turkistonliklar uchun 99,5%da 20% deyilse belki hata olmaydı. Yani 99,5% Sharq Turkistonlik yoshirin enida xamallangan uchurlarga tayanib xulos chiqaradi, karar verdi, baho verdi. 20% xalqimiz belki 20% chiqsa aql ve mantiqiga tayanadi. Çünkü Sharq Turkiston xalqi nurg'un ifodalarda iqtidoiylikni namoyon qilib turayotgan. Masalalarga aqliylik bilan emas, hissiylik bilan muomala qilayotgan bir xalq ekanligini her kun necha misolda ko'z tutmoqda. Mushundaq bir xalqqa biz to'qi bulmuqi aralashib ketgan narsalarni sunaveradigan bo'lsak, u bulardan bulmoqni qanday ayirib oladi? Gitler tashviqot sohasida jahannamni jannat deb tanitqilar. Jannatni do'zax deb bezdirib etkili bo'ladi da'vatgan xalq shu chaq uchun emas. Bugun uchunmi eng taraqqiy qilgan nemis xalqi ekanligini, dunyoga eng ko'p faylasuf bergan, eng ko'p tabiiy fan olimlarini bergan
təfəkkürü ən tərəqqi qilgan bir millət haqqında deyilayotganligini nazarda tutadigan bolsaq, planlıq turda mənəvi buzğunçuluqqa uçurabdı kelgan. Hech qachon bir tutash davlat tarbiyasiga erishib bakmagan Sharq Turkiston xalqi uchun bu hal texmi kuchga ega deyishimiz mumkin. O halda teşvikatımız meyli o teşkili kurulmalarının teşvikat mexanizmi bolsun, meyli şəxslərinin bolsun, xalqni ma'lum sistemalik ideal asasda tərbiyələydiğən çığırğı ega buluş şart. Undaq bolmaganda iddia qılaymaqançılıq teriş, bəzi Xitay qalçıları üçün səpsəti yeyiş səhnəsi buluş rolu oynab qaladı. Bu yerdə məsələ mənməllikdən, özünü köstüb duruş, daim səhnədə görünüb duruş, resmənlikidilli mənbələnən şəxsiyyətdən, narsistlikdən qandaq adacıda buluşqa bağlıq. Biz görüb duruvatqan, anlap duruvatqan san itibarı bilen bizning xalqimizga yeterlik, hatta ihtiyacdanmı artıq teşvikat mexanizmimiz. Şoğunisi sübət itibarı bilen yetersiz. Muhimi hiç qandaq ideologiyalik yol tutumğa ega bolmaslıqdır. Teşvikat faqat özüge uygun keladigan haqiqatlarni izlaydi. Yana bir naql. Teşvikat faqat özüge uygun keladigan haqiqatlarni izlaydi ve ularni tonushtirish vazifasini ustiga olgan bo'ladi. Yani bütün dünyada ortak olan bir hakikat emas. Ma'lum bir guruhning haqiqatini. Ma'lum bir guruhning ideali. Bir millatning mutlaq ko'p sonligi shubha va qararsizlik ichida yashaydiganlardan iboratdir. Bir millatning mutlaq ko'p sonligi. Bu tədqiqatlarının nəticəsi qarindaşlar. Mən öz iradım boyunca tepib çıxan quruq gap emas. Bir millatning mutlaq ko'p sonligi shubha va qararsizlik ichida yashaydiganlardan iboratdir. Bizning o'z tashviqotimiz dushman tarafning kichik bo'lsa-mu biror fikriga qoyillik ifodalasa, öz haqqımızdan şübhə etishga bir qadam tashlagan bo'lamiz. Ba'zilar atalmış insonparvarlik tushunpardisi bilan Xitoylarga hisodoshlik qilyotidi-ku. Mana shunga to'g'ri keladi bu. Da'vatidiki, dushman tarafning kichik bo'lsa-mu biror fikriga qoyillik ifodalasa, yondashsa, öz haqqimizdan shubha etishga bir qadam tashlagan bo'lamiz. Bundaq bo'lganda omma yoki xalq mavhum hukmdagi xalq dushmanning haqsizligi qayerda tugab, bizning haqqimizning qayerda boshlanganligini tekshirishga majburlangan bo'ladi va andishaga qoladi. Biz buni anqiranmaydi yani. Kallası elişip gidiyordu. Xalqning ko'pchiligidagi fikrlar hissiyotdan tug'ilgan bo'ladi. Va bu fikrlar murakkab emas. Bekli oddiy bo'lib, faqat sevgi yoki o'chmanlik. Haq yoki haqsizlik. Ras yoki yolg'on. Bo'lishlik yoki bo'lishsiz hukmlardan iborat bo'ladi. Xalq meseleni mana shunday oddiylaştırıp o'ylaydi qarindoshlar. Agar buni rang orqali ko'gili bo'ladigan shaklda ifodalashga to'g'ri kelsa, oq yoki qora. Ikki xil qarama-qarshi rangda bo'ladi. Hech qachon qaramtul yoki oqish degandek ora ranglar bo'lmaydi. Hech qachon yerim hissiyotga uchramaymiz. Bu deganlik xalq deyildigan bu abstrakt hukmning obyektlari hech qachon to'liq hukmli bo'ladi. Her qachon to'liq hukmli bo'ladi. Kesiblar bitirdilar ishni.
bir narsa haqida yo oq deb hukm chiqardi yoki qora bo'ldi bitdi. Hammani oddiylashtirib ikki xil qutbga yig'inchoqlab oladigan xalq degan bu to'p aman yetaklashga muhtoj bo'lish bilan qolmay tashviqot hujumlariga uchuq mudofiasiz holda bo'ladi. Ya'ni siz uningga bulmoqni sunishda kechiksiniz, dushman uningga poq yegizidi. Bulmoq deb. Ondan siz bulmoqni tanlab uningga qabul qildirolmaysiz. Nima uchun qabul qildirolmaysiz? Bu allaqachon uning o'lchamlari bekitilib bo'lgan bo'ladi. Bulmoq degan mana manda bo'ladi deydigan o'lcham bekitilib bo'lganligi uchun siz haqiqiy bulmoqni sunsangiz, yo'q bu poq deb uningga unamaydi. Teşviqat her daim xalq to'piga xitob qilish kerak. Shunga her daim teşviqatning saviyasi eng tuvan tabiiy xalq tushunarlikdek tarzda bo'lishi kerak. Teşviqatning maqsadi birma-bir va ilmiy ma'noda nafarlarni xabarlantirmak emas. Ommaning diqqatini belgilik hodisalar va majburiyatlarning ustiga tortmoqdir. Teşviqat hissiyatga xitob qiladigan bir ish bo'lib, nayta oz aqlga xitob qiladi. Nima uchun hissiyatga xitob qiladi? Nima uchun aqlga xitob qilmaydi? Aqlliqlar, ideya egallari, aqliy tafakkur qilishga odatlangan odamlarga tashviqotning hech qanday ta'siri bo'lmaydi. Ya o bunga muhtoj emas. Biz so'ngdirmoqchi bo'lganlarni zaten biladi. Ya qarshi ko'z qarashda bo'lgan bo'lsa, ularni tashviqot bilan tavrat olmaydi. Shuning uchun aqlga xitob qilmaydi deymiz. Nima uchun hissiyatga xitob qilamiz deymiz? Chunki xalq deyilgan bu to'pda aqliylik tuvan bo'ladi. Ya'ni haliqi 6% la aql va mantiqqa tayindigan foda bo'lganliklari uchun ularning faqatla hissiyatini g'idiqlab, qizg'inligini urg'utib, o'zimizning navbatdagi idealini yoki navbatdagi haqiqatni qabul qildirsak bo'ladi. Tashviqotning mazmuni ilmiy nuqtadan qanchalik oddiy bo'lsa va ommaning hissiyatiga qanchalik e'tibor bersa, shu qadar muvaffaqiyatli bo'ladi. Tashviqotning to'g'ri xatoligining o'lchami hargizmi bir to'p tarbiya ko'rgan kishilarni rozi qilganligida emas, balki qozongan natijasidir. Ta'sirli tashviqot cheklik nuqtalarni ta'kidlash kerak. Nati cheklik mazmunni, bek az bir mazmunni ta'kidlash kerak. Buni xalqning eng oxirgi nafari tushungunga qadar ta'kidlash kerak. Tashviqotni cheklik mavzular bilan muomala qilish kerak va bular davomli turda takrorlanish kerak. Boshqa barliq ishlarda bo'lganidek, buningdimi sabr va izchillik yoki jahilani tushuntirish muvaffaqiyatning oldingi shartidir. Aldous Huxley shunday deydi. Teşviqatning maqsadi bir guruh insonga boshqa bir guruh insonning inson ekanligini unuttirmoqdir. Yani bunu bizga tatbiqlasak nima degan gap bo'ladi bu bir guruh inson Sharq Turkistonlik deydi. Bu Sharq Turkistonliklarga başka bir grup insanın, yani Xitaylarning inson ekanligini unuttirmoqdir. Xitaylar inson emas deganni mengisiga qo'ymoqdir demoqchi. Bu vaqtda ilgari ko'p to'xtalgandik. Yana shu gap. Bu yerda ma'lum dushmanga qarshi xalqni g'azabga keltirish maqsad qilingan tashviqot ketayotgan bo'lsa, dushmanni iblislashtirish demakdir. Xuddi o'z vaqtida Xitoylarning Yaponlarni alvastiligiga o'xshash. Natsistlarning mustamlik millatlarni tuvan irq yoki mukammal odam emas deb natsistlarni ishontirganiga o'xshash nafrat va o'chmanlikni asos qilib ta'minlash maqsad qilindi. Joseph Goebbels bu natsistlarning tashviqot ministri va keyin bosh ministri bo'lgan
Şundaq degan. Teşviqatning maqsadi to'g'ri bo'lganini so'zlash emas, insonlarni ta'sirlantirmakdir. Bunun to'g'ri xato bo'lishi muhim emas. Yüzünüzün məqsəd qıyğan, g'oya qıyğan, aşı idealınızga insanlarını işendirib, ularni ta'sirlantirmak. Teşviqat çoxumki to'g'rini teşviq qiladi deydigan prinsip yo'q. Teşviq qilguvchi o'zi zarur deb qaraganni oxirgi haqiqat sifatida bozorga soladi va buningga kishilarni ishontirishga tirishadi deganlikdir. Bu deganlik bir teşviqatchi her muqamda yorg'ulash deganlik emas. Her teşviqatchining yoki her guruhning bir mutlaq haqiqat deb tutgan tutqusi bo'lishi kerakki, uning barliq deydiganlari mana shu o'q atrofida davr qilishi, izchilligini saqlashi, qilchimi tavranmasligi kerak. Yana bir naql. Eng shalliq teşviqat hüneri birli asosiy prinsipni aqlda sabit tarzda tutmoqcha muvaffaqiyat qozonolmaydi. Masalan, bizga nisbatan nima bu? Bir dushman, bir nishon ta'kidlanishi kerak. Uyg'urlarda nayta asalla düşmanni ko'paytib oladigan ahvollar mavjud. Buni bek ko'p dedik, ko'p yozdik. Eng oxirgi 90-yillarning oxirlaridagi inqilobimizdimi? Bizning diniy sohamizdagi muhtaramlar umuman bekjiq dushman tutdi. Xitoyni asosan tilga olmadilar. Ular Afg'onistonni ozod qiladigan bo'ldi. Uningdan keyin Falastinni ozod qiladigan bo'ldi. Uningdan keyin Amerikani ozod qilib Aqsaroyning ustiga islomning bayrog'ini tiklaydigan bo'ldi. Bu qadar jiq dushman. Bu qalayimqanchiliklarning bo'lmasligi uchun siyosiyda eng diqqat qiladigan ish nishonni birli qilish. Birli nishon. Birli dushman. Bizga nisbatan bu nima bu? Bir dushman Xitoy. Tajovuzchi Xitoylar birli dushman. Bo'ldi, yetarli. Zaten 1,5 milyar nüfusu var bir xalq. Yani dünyanın hamma doqmushidan dushman izlashning keragi yo'q. Birli nishon. U nima? Davlatimizni asliga keltirish. Bu yani şunu da ta'kidlab qo'yay. Bu bir nishon, bir dushman degan bu so'z mening 100 dan ortiq video nashr qildim hozirgacha. Kitaplarni yozdim, siyosiy kitaplar. Hammaning javhari mana shu ikki so'z. Bir dushman, bir nishon. Javhari bu. Bu Sharq Turkiston mustaqillik harakatining hem qiblanamisi bo'lishi kerak bu. Hem mizoni bo'lishi kerak. To'g'ri xatoni o'lchaydigan mizon. Uningdan keyin hech kim sizni ozdiranmaydi. O'xshib ketadigan ideyalar, o'xshib ketadigan har xil maslaklar, har xil qarashlar mengizni qaydiradi. Agar siz birli dushman, birli nishon deganni bilib olsangiz, hech kim sizni ozdiranmaydi. Boshqa gaplar bilan. Uning uchun bu teşviqatning eng shalliq hunari nima ekan? Bir asosiy prinsipni aqlda sabit tarzda tutmoqcha va shuni takrorlamoqcha muvaffaqiyat qozonolmaydi. Bizning Sharq Turkiston milliy mustaqillik harakatimizning teşviqati. Uni mayli tashkilotlar olib borsin, mayli shaxslar olib borsin, bir dushman, bir nishon. Buni asos qilmasa, buni asosi o'q qilmasa, yanglish. Xalqni qaymoqtirish rolini o'ynaydi.
Özünü bir qancha nuqta bilan cheklash va buni sonsiz qatim takrorlash kerak. Ya'ni har muqamda yo'g'lash tashviqot emas. Qalaymaqanchilik derish bo'ladi. Agar yetarlik darajada bir yolg'onni so'zlasan, yana bir naql bu. Agar yetarlik darajada bir yolg'onni so'zlasan va bu yolg'onni chin tutsang, oxirida insonlar sana ishonishga boshlaydi. Xitoycha biladigan qarindoshlarga ma'lummi? Xitoylarda shunday bir tamsil bor. Yolg'onni 3 qatim takrorlasang rost bo'lar. Bu yerda deyilgan 3 qatim. Jazman 3 qatim takrorlash kerak. Hargiz 4 ulab ketmaslik kerak degan ma'noda emas. Bu ko'plik ma'nosida, ya'ni ko'p qatim ma'nosida. Aslida bu bir turlik tashviqotga qaratilgan. Xitoylarning mustamsili. Bu takrorlash tashviqotning ana prinsiplaridan bo'lgan izchillik va takrorlashdir. Mushaningdagi 3 qatim. Tashviqot bizning tushunchamizda faqat madaniyat zo'r inqilobidagi simon tashviq varaqlari shaklida zohir bo'ladigan bir harakatdir. Hozirgacha nurg'un qarindoshlarimiz balkim shunday o'ylaydi. Shunday ko'z oldiga keltiradi. Ammo amaliyotda kundalik turmushimizda, oilada, kishilar orasidagi munosabatlarda har doimli tashviqot mavjuddir. Ya'ni kishilarning bir-birini qoyil qilishga urinishlari, ota-onalarning bolalarni ma'lum maqsadga ko'ndirish, ma'qul keltirish urinishlarigacha tashviqot hisoblanadi. Tovar e'lonlarining bir xil tashviqot ekanligini burun deb o'tgandik. Yana bir naql. Muvaffaqiyat muhim narsa. Tashviqot o'tiruvchi aqllarning temasi emas, texnik ko'proq amaliylashtiriuvchilarning temasidir. Suyumlik yoki nazariya jihatdan to'g'ri bo'lish kutilmaydi. Ya'ni umumlashgan to'g'ri xatolik formasi yo'q. Her top, her guruh öz idealini, mefkurisini, siyasi yolunu en doğrusu muşu degan ishonch bilan sunadigan ish. Tashviqot degan. Yana bir naql. Siyosiy nutqning maqsadi insonlarni o'ylaganlarimizning to'g'ri ekanligiga ishontirmakdir yoki ma'qul qilmoqdir. Naqlda deydiki, chet yoqida Berlin'dekinden başqa sözleymen. Beyrut'ta sözlesem, Faris qo'lda sözlegenimden farklı narsalarni sözleymen. Bu amaliyotning ishidir. Nazariyaning emas. Tashviqot ommabop bo'lishi kerak. Aqliy jihatdan zo'qlanarli bo'lishi kerak emas. Aqliy haqiqatni o'tirib qo'ymoq tashviqotning ishi emas. Shuning uchun teşvikat her sorunda, her okşamagan topta, okşamagan teleppuz, okşamagan söz forması, okşamagan uslup bilen sözülmüş gerek. Demekçi. Yani Dehanga hitap qilmoqchi bo'lsangiz, hergiz Avrupa'nın büyük alimlerinin sözlerinden naql edip, katta gaplarni o yerda o'zingizning bilimli ekanligini ma'lum qilish maqsadida naql qilib so'zlasangiz, Dehqon bilmaydi uni. Dehqonga so'zlash usulingiz boshqa turli bo'lishi kerak. Ziyoliga so'zlasangiz boshqa turli bo'lishi kerak. Bu deganlik uslub ve qo'llanadigan söz, ishlatiladigan so'zlik farq bu. Ammo ana prinsip o'xshash. Ya'ni biz yanada bir dushman, bir nishonni takrorlaymiz. Dehqonga loyiq qilib takrorlaymiz. Bilarmanga loyiq qilib takrorlaymiz deganlik.
Yanına qil, bir narsani qanchalik ko'p takrorlasang, insonlar uningga shunchalik ko'p ishonadi. Buni shu misoldan o'chib ko'ralasizlar, qarindoshlar. Demokratik ellarda saylam yaqinlashgan chaqlardagi saylam tashviqotlarida saylam nomzodlarining rasmlari birer qo'ru temaga uzun yo'l bo'yida uzun tamlarga bir-biriga yondash holda o'nlarchasi, yuzlarchasi chaplanganligini ko'rasiz. O'xshash rasm. Buncha ko'p chaplash, yana kelib yanma-yan chaplashni balkim tazimi bema'nilik deb o'ylagan bo'lishingiz mumkin. Ammo bu takrorlash kishilar o'zini sezmagan holda rol o'ynaydi. Kishilarning yoshirinligini sinib qoladi. Takrorlash tilga ilinganda men shunday tavsiya qilaman. Bu tavsiyani ma'lum jamoatlar ichida, Uyg'ur tili kurslarida yoki shuningdek ijtimoiy faoliyatlarda ilib berishga bo'ladigan bir turli subliminal mesaj yeyish, ya'ni ruhga pichirlash, singdirish turidagi tashviqot bo'lib, ketib bayroq kompaniyasi qilish. Agar zehn sinash musobaqalari degandek bolalar uchun qiladigan ishlar deylikki, bayroq kompaniyasi qilish. Sharq Turkistonning bayrog'i qanday rangda? Sharq Turkiston bayrog'ining ustida qanday belgi bor? Degandek savollarni chiqarish. Gerçi madem bilib ketgan deyilgan taqdirdami, bu takrorlash va buni ruhga singdirib o'tish maqsadida buni da qilish lozim. Buningda jamoat uylarida, ya'ni ba'zi davlatlarda Uyg'ur jamoatlarining o'ziga tava uylar bor. Toplumdalar. Her türlü çoğunlukta bayraklar bilen tamlarını bezeş. Balalarga bayrak tutkuzuş. Bayrak sızışqa, sızılgan bayraklarını bahalap mukaffatlaş elip berişqa, bu arkalık balalarda bayrak sevgisi uyg'otish, bayrakның muyumluqni qalblarga singdirib o'tish mumkin. Bundan başqa Xitoylarni la'natlash kuni degandek faoliyatlarni elib berish, musobaqa uyushtirish, bayrak haqida hikoyalar so'zlab berish, bayrak, qahramonlik, vatan, millat hukmlarini takrorlab turish. Mushu deyilgan mazmunlar bilan to'lgan tekstlar asosida marshlarni ishlab chiqib, bolalarga o'rgatish va o'qitish qatorliq faoliyatlar bilan keyingi avlodlardan onliq varislarni yetishtirish mumkin. İdeal Sharq Turkiston xalqi yaratish mumkin. Düşman tashviqotining ta'sirini, düşman toplumining chidash kuchini sindirish, tarafsiz davlatlarni qarshisiga olmaslik, Xitoydan boshqa ikkinchi bir dushman yaratmaslik, o'zimizdagi dushmanga qarshi nafratni boshqa toplum, boshqa davlat kishilariga yuqtirishga tirishish qatorliqlarni tashviqotning maqsadlaridan bo'lishi kerak. Chunki tashviqotning asli maqsadlaridan biri diqqat bilan kuzatsangiz shuki, tarafdor to'plash. Sizdek o'ylaydiganlarni ko'paytirish demakdir. Bu haqda mushunchalik so'zlayman qarindoshlar. Chunki bu so'zlaganlarimning hech qanday roli bo'lmaydiganligini, xalqimizga ta'sir qilmaydiganligini, umuman buning obyektlarining asla quloq solmay, burunqi o'rgangan chig'irida davom qiladiganligini bilaman. Deb o'tganimdek, har bir Uyg'ur birdan Wang Shuji bo'lishdek bu holat cheksiz davom qiladiganligini bilaman. Shunday bo'lsa-mu, o'zimga tushgan burchni ado qilish uchun so'zladim. Ya'ni haqiqatga vaqtimda men so'roqqa tortilaman. Mayli shunday deb o'ylaymiz-ku, shunday deb bilamiz. Mendan nima so'raladi? Allohning har ne'mati nimani talab qiladi? Zakat. Her nimetning zakati var. Allah bana azroq ilm bergan bo'lsa, demak bu ilmning zakatini yurishga majbur etdim. Fakat Allah'a cevap berish maqsadida. So'zladim, ammo anglaydigan odam chiqmadi.
deyişki olsun lazım buludu dep sözüldüm bunu. Dep ötkünümde Uygurlarning odam bo'lishi hargizmi yumshoq tashviqotlar orqali amalga oshmaydi. Manga qalsa men shundoq deyman. Yuqorida dedim to'g'ri. Tashviqot orqali ideal bir Sharq Turkiston xalqi yaratib chiqish mumkin. Lekin bizning ugunib qolgan xuyimiz tufaylidan biz uni qilolmaymiz. Hammani o'zimizga birdan vangshuji bo'lgan ahvol ostida buni qilmak mumkin emas. Şuna yumshoq tashviqotlar bilan amalga oshmaydi. Qattiq vositalar, majburiy vositalar orqali bo'ldi. Chunki biz majburlashga ko'nib qoldik. Suyimli xalqim, majburlashga. Biz hashoga ko'ngan bir xalqmiz. Onun uchun nazariya jihatdan tashviqot orqali har qanday odamni o'zgartgani bo'ladi deyilsimi, bizning amaliyotimiz bu. Afsusluq bilan mana shuni deyishga majburman oxirida. Hammanglarga Allah salomatlik ato qilsin va bu krizisdan, navbatdagi krizisdan sog' salomat chiqishni nasib qilsin. Keyingi qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Xo'sh.